Tabii böyle video qilaylik. Video uzatma. Xullas mana böyle chaqirmani holati. Lisenziya zinalari. Abi eshik. Dovushini eshityapsizmi? Kobalt eshigan bitib ochib olmaydi. Bu zamok. Cho'ptiki. Darvoza dang'illamaydi-da. Xullas. Yana qayerni ko'rsasak bo'la. Ichkaridan sal xira bo'lyapti. Mana bu tirzani ochilishi bilan pastda forchkanikidek. Bu bir palla. Silo ochilishi. Mana bu ikkinchi palla. Bu yerda tirza. Ikki pallali. Xullas buni ochganingizda ham o tirzaga oynaga kelib tegmaydi-da. Ustunga kelib tegadi. Bu tomoni ham xuddi shunday. Uni suyakka bog'lovchi hozir ochilma. Yo'lg'ishi. Sal tarafga ochib olsa. Orasida rezin bor-ku, qisyapti-da. Mana buni jovlishi ham bunday. Urib berasiz, o'z jovlar. Bo'ldi, bu jov. Xullas, bunisi ham xuddi shunday. Buncha cho'chchasini ko'tarsangiz. Bu tomonning holati, bu tirza. O'rta ochilganimiz shu. Boya siniklik qo'yasizmi? Pashshalik nimadir qo'yasizmi? Ko'rasiz buni. Mana cho'g'ilishi. Jo'g'ildi. Buni ham qo'yadik. Bitta rost jo'g'lar. Yana paftor. Bo'ldi. Xullas, mana bu tomon eshik. Bu tashqariga ochiladi. Yo'q, ichkariga ochilyapti. Bu pallasini ochib yotmay, ochib olib beraman. Mana eshikni ochilgan holati. Tasdiq qilib, tasbiqqa jo'sha. Kirib chiqish mumkin, mushayt qilmaydi. Beshtak ochib qo'yadi. Pompa javob bersa ham bo'laveradi ekan. Mana buni jo'g'ilishi sal shahroqi. Shamol ham javob qilaveradi-da buni bila. Bo'ldi, endi maqtaydigan joyi qolmadi. Mana bu shu oyna yodvoy bo'lgan. Mana rangidan qarasangiz ham bilinadi. Qolgani qora. Mana bu tomondan bitta eshik ko'ryapti, ko'ryapsan? Bittasi yodvoy. Bu holati mana shu. Tagida ikkita eshikda guli farqli. Qolgan girlarniki hammasi bir xil. Bu tomondan xuddi shunday.
Dönüyor yukarısı. Yoktan 4 santimetre 5 santimetre past. Şu katalakçı soğuğu var. Soğuğu ne diyor?